Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırıyoruz. Bugünkü İstağış Kemenci görmünç yıl. 8. ayının 10. günü haftiga. Düşembe. Endiki mavzumunda hürmetli vatandaş. Avustralya, Yeni Zellandiya, Angliya, Amerika, Kanada qatarlıq 5 devlet diplomatik ministerleri Hong Kong halkının daxili terrorizmga uchragan huquqlari to'g'risida Hong Kong halkının daxili terrorizmga uchragan huquqlari to'g'risida birlashma bayonot e'lon qildi. Mavzuda xabar 8. ayının 10. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. 2020 yıl 8. ayının 9. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkemasi bayonotchisining ishxonasi Avustraliya, Kanada, Yeni Zellandiya, Angliya Tashqi ishlar vazirlari va Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi birlikda imzo qo'ygan Hong Kong xalqining daxli terrorizmga uchragan huquqlari to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilganligini Jakar dedi. Birlashma bayonotning to'liq teksti tuvandikcha. Biz Avustraliya, Kanada, Yeni Zellandiya va Angliyaning tashqi ishlar ministerlari hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Hong Kong ma'muriyat hukumatining Hong Kong Qonun chiqarish komiteti nomzodlarining salohiyatini adolatsiz holda bekor qilganligi to'g'risida hamda Qonun chiqarish komiteti saylimini muvofiq holda kechiktirganligiga qattiq diqqat qilamiz. Muvofiq holda emas, nomuvofiq holda kechiktirganligiga qattiq diqqat qilamiz. Bu harakatlar Hong Kongning uzun yıllardan beri maqomliq ustida gullanish bilan yashab kelgan demokratik asoslarga buzg'unchilik qildi. Biz Beijingning Hong Kongda majburiy yo'l qo'ygan davlat bexatarligi qonuniga qattiq diqqat qilamiz. Bu qonunda hozir Hong Kong Shangang xalqining negizli huquqlari va erkinligiga daxli terroz yetkazdi. Hong Kong xalqi haqiqiy erkinlik, adolatlik va ishonchlik saylam orqali Qonun chiqarish komitetining a'zolarini saylab chiqishni umid qilamiz. Biz bunday muvofiq umidni qo'llaymiz. Biz Shangang yani Hong Kong ma'muriyat hukumatining bekor qilingan nomzodlar salohiyati. Bekor qilingan nomzodlar salohiyati asliga keltirishiga chaqiriq qilamiz. Bu saylamning negizida qonunda berilgan demokratik huquqlarni yo'l qo'yishi foydali bo'lgan erkin muhit ichida berilishiga chaqiriq qilamiz. Beijing Angliya Jungo birlashma bayonotida bir davlatda ikki xil tuzum ramkisida Hong Kongning o'zini o'zi boshqarish bo'yicha bergan va'dasiga amal qilishga chaqiriq qilamiz. Bu birlashma bayonot Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ahdinomalar qatorida tizimga ilindi. Beijing bergan va'dasini amaliylashtirishi kerak. Va'dasida chang turishi kerak. Hong Kong ma'muriyat hukumatiga darhol saylam o'tkazish to'g'risida haydakchilik qilamiz. Birleşme bayonot to'g'risida Jungoning Kanadada turishliq bosh elchisi bunday javob qaytardi. Birleşme bayonot paktiga qaramay bir taraflamalik va ko'ranglik bilan Jungoning ichki ishlariga aralashganlikdir. Jungo taraf bundan qattiq norozi bo'ldi va qat'iy qarshi turdi.
hem de alakadar devletlerinin hata yolda teximi uzap ketmesligiga davet kılıdı. Değildi. Kanada duruştuk, çünkü baş elçixanasının sözü de.